لبيك اللهم لبيك. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Sizga Alloh taolaning salami, rahmati va barakati bo'lsin. Mening ismim G'ali. Men sizga har bir musulmon kishisining turmushidagi eng muhim sayohati hajni nechik durust boshqarishga kerakligini so'zlayapman. Bir necha dars ishida sizning bilan nindi haj turlari borligini tekshiramiz ham bu muhim sayohatga nechik azirlanirga kerakligini bilirmiz. İhram narsa ekanini söylerbiz. Hem onda nechik kiyinirga, nindi yo'llar boshqarırga, nindi duolar qilirga, narsa ishlarga kerakligini ko'rsatirmiz. Xo'sh vaqtida narsa yo'ri ham yoram ekanligini anglatirmiz. Bergan bilimlarimiz sizga foydaligina tugul, Alloh taolaning rizoligi ishinde bo'lur deb ishonamiz. Aydagiz boshliq. Xo'sh, ziyorat qiluv İslamның 5 bağanasının birisi, ya'ni onu boshqarishga mumkinligi bo'lgan har din kishisining burchi. Bu haqda Alloh taola izgi Qur'on oyatlarining birisida bulay deb amr bera. Yo'l o'tib ona yetarga kuch topgan kishilar Alloh uchun baytga haj qilirga tiyish. Al-Imron surasi 97-oyat. Kishi Alloh taola yurtini yo'l tuta ola ekan, ul g'umrida birinchi topqir haj qilgan shiga tikli to'li bo'lmas. Shunga ko'ra, agar sizning shunday mumkinligingiz bo'lsa, haligi muhim yo'l boshqaruvni kechiktirishga yoramay. Kimningdir butun mumkinliklari bo'lgan ishroqda da turmushda haj qilirga ulgurmisha bu dunyodan ketay ekan, qiyomat kuni Alloh taola qarshina onun amrlarini tinglamagan ravishda kelib bosir, chunki u o'z burchin o'tami. Xo'sh, Makkada, shulay uq onun tirasida, G'arafat tog'ida, hozirgi Saud Arabistoni territoriyasida o'rnashgan Muzdalifa ham Mina o'zanligida boshqarila. Haj majburiy ravishda 4 shart bo'lganda qilina. Birinchidan, kishining musulmon bo'luvi. Ikkinchidan, o'z aqlinda bo'luv. Uchinchidan, baliqlik yoshina yetgan bo'luv. Agar baliq bo'lmagan bola haj qilsa, bu iyilikli amal bo'lur. Dördüncüden, kishining haj qiluv uchun moddiy mumkinligi bo'luv. Bu ishroqda ul burchlari bo'lmavi, o'zi hajda vaqtda oilasini yashav shig'imlarini qoplarlik mol qoldiruv ham hajning barliq yo'llarini o'tavga yetarlik o'qsha bo'luv. Haj xotin qizga farz bo'lsin uchun tag'in 2 shartni o'targa kerak. Ularning birisi iri yoki xotin qizga yaqin tug'an bo'lu sababli uylanirga huquqi bo'lmagan tug'ani, ya'ni mahram bo'lgan boshqa ot zota borganda. Bu hal xotin qizning yoshina baysiz ravishda majburiy shart bo'lib turadi. Ikkinchisi, tul qolgan yoki ayrilgan xotin qiz yaqincha 3 oy davom etgan g'it vaqtini ko'targa tiyish. Müslüman kişisinin vazifası olarak hajni o'tav uchun tubandagi shartlar muhim. Haj o'targa mumkinlik bergan fizik salomatlik, tashqi qarshiliklar bo'lmau, misol uchun kishining erikdan mahrum etuv o'rinlarida bo'luvi, yo'l qo'rqinchsizligi. Bu planda erlar bilan xotin qizlar bir xilda. Ulug' haj majburiy ham boritik belgili bir vaqtda Şavval, Zilqa'da oylarında hem Zilhijja oyının 1-10 günündagina boshqarila. Kishi haj g'umri ulug' hajning ahamiyatini osizlik etirgan majburiy ibodat turi tugul, bo'laklana turgan amal. G'umrani mu'min tilasa qo'ysa vaqtda da boshqara ola. Haj musulmonlar uchun qiyomat kunini simvollashtira. Ул kunni barliq kishilar da yangadan tirilib, Alloh taola qarshында jiyilashaq. Bu jannatga umtulu usullarining birisi bo'lib turadi. Chunki Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam qo'shqancha haj musulmonlarni birlashtira. Chunki izgi o'rinda planetaning turli tusdagi, turli tillarda so'zlashuvchi, turli darajalarga ega bo'lgan oq ihromga kiyindirilgan
һәм бер-берсе арасында бер нинди аермасы булмаган кешеләр җыела. Изге дугалар кабул ителә һәм гөнаһлар юыла торган хаҗ вакытында тәкъвалар дөньявылыктан читләшеп һәм бөтен тыелганнардан баш тартып, үзләрен чын күңелдән гыйбадәткә һәм рухи байлыкка багышлыйлар. Хош ихлас нияттән бары тик Аллаһ Тәгалә ризалыгы хакына, Аллаһыга рухи яктан якынайырга теләп кенә кылынырга тиеш икәнне онытмаска кирәк. Хош туристлар сәяхәте түгел, һәм монда ниндидер дөньяви байлыкка, файдага ирешү максаты турында сүз дә юк. Үзе хош кылган кеше сабыр, рәхимле, йомшак, тыйнак булырга тиеш. Һәр очракта да хош кылырга киткән кеше башкаларны җәберләргә, аларга нинди дә булса уңайсызлыклар һәм кыенлыклар тудырырга тиеш түгел. Көндәлек тормыштагы кебек үк, үзенең төп сәяхәте вакытында да мөэмин-мөселман кешесенә карата изгелек һәм шәфкатьлелек күрсәтү зарур. Чөнки Аллаһ Тәгалә илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Бер нинди дә гөнаһ һәм әшәкелек эшләмичә хаҗ кылган һәр кеше бу дөньяга килгән көнендә кебек үк саф һәм гөнаһсыз булып кайтыр." Бүгенгә шул кадерле дуслар. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Сезгә Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте ва бәрәкәте булсын.